Alo. Nimaga ko'tarmayapti? Alo. Ha, mo'min? Aka, yondim. Nimaga? Bittasinikiga keluvdim. Uxlab qolman. Xotinim 50 marta telefon qildi, aka. Kimnikida? Men qarang, aka, undan ko'ra menga maslahat bering siz. Bo'ldi, maslahatim. Bitta to'rt olasan, gul olasan. Men Yo'q, aka, bunaqa ish qilganman men. Bu to'g'ri kelmaydi, u birinchida qilgan. men senga hozir bu yerda turib nima qilib Bo'ldi. to'xtab tur, eshit. Imkon do'konimizga xush kelibsiz. Nima qilsan? Qara, xotiningga bitta telefon olaman. Telefon bering. Va xursand bo'lib esdan chiqarib kechirib yuboradi. Mana, Yo'q, telefon yaxshi. Shu bilan qutulib ketsam bo'ladimi? bizda zo'r yangilik bor. Hozir imkon do'konlarimizda sehrli yangi yil aksiyasi ketyapti. Do'kondagi hamma mahsulotlarga 50% gacha bonus. Yo'q, zo'ru. Eshitdingmi? Masalan, yuring tushuntiram. Agar siz kunlik sotib olsangiz, sizga 1.653 ming so'm bonus bo'ladi. Xuddi shu pulga yarasha do'kondagi xohlagan narsangizni tekinga olishingiz mumkin. Voy, zo'r-ku. Yana. Agar mabodo Artel xolodilnikini sotib olsangiz, 1.640 ming so'm bonus bo'ladi. Eshitdingmi? Mana shu televizorni sotib olsangiz, 5.195 ming so'm bonus bo'ladi. Wow, ko'rdingmi? 5 million puling bor. Tekinga xohlagan narsani olib chiqib ketsa bo'ladi. Voy, zo'r, aka, oling, zo'r. 5 millionga Bo'ldi, olaman. Faqat sen aytgandek, bu yerda tillalar bor, konditsioner bor, gaz plita bor, mebellar bor. Imkonda hamma narsaning imkoni bor. farqi yo'q. Madam nima qilyapsiz? Bo'ldi, aka. O'sha menda imkon yo'q. Nimaga? Siz odam bo'lasizmi yo'qmi? Jonga tegdi yolg'onlaringiz qachongacha davom etadi? O'zgarasizmi? Yondi. Aka, hammasini o'zim olaman. Menga o'rab bering.